Növbette bizge Mutallip Eli Hacı Elçi efendim. Uygur tibaretinin özelliği ve onun Uygur medeniyetini koşkan töhbüleri diyen kinada nesliye sözlerdir. Sahne-i Mehmet, vakit 30 minut. Selamünaleyküm. Mehmanlarım benim Allah'ın selamı, rahmeti olsun. Ben bugün bu şu Uygur tibaretçiliğinin özelliği ve onunki Uygur medeniyetine koşkan töhbüsü doğrusunda üzerinden karşılara oturup ötmek için ben bayağı Abdüst Niyaz bizge Xoten şivesi de diyen gepini çıkıp aldı. Ben Uygur tibaretçiliği adi texnikamı okutukçu olap çıkan vaxtımda, yani ben ilgili Uygur tibaretçilik doktorxanası idi. 6 kişinin çıkış arkalık 87 yılı Xoten'deki Uygur tibaretçiliği adi texnikamı degen mektep kurulgan. Tünce ders baktığa vaxtımız çok. Ben şu vaxtda da Televiziya istansiyasiga G'olib Niyaz bilan Baxtiyor Umarninki ovozi yaxshi ekan adabiy tilda. Men shu Xoten shivasini tilimdagi yo'qotishim kerak. Chunki bizning maktabga butun Sharq Turkiston bo'yicha o'quvchi qabul qilgan bir maktabda ular masxara qilmasin deb men televiziyaga xalab turib, shu nimaga bularni xalqaro xabar, mamlakat xabarlari deganni shu bilan teng barobar deyish orqali tilimni o'ngishmoqchi bo'ldim. Keyin maktabimizga nimadan mas pedagogika institutidan bir muallimlar keldik. O'qituvchilarga pedagogika dars beradi. Yana o'qituvchi bo'lgandan keyin hammamiz. Shuna odam kelib, Matniyaz qaror etgan ekan u. Pedagogika degan gapning ma'nosi pid degani bola degan gap, gogika degan ilm, ma'arif, bilim degan gap. Bu pedagogikani o'rganish uchun har qanday maktab, oliy maktab qaysi shaharga joylashgan bo'lsa, shu yerdagi o'qituvchilar o'zining shivasidan azroq aralashtirib qo'yish kerak. Chunki shu shiva aralashsa, shu yurtning uning ta'siri o'quvchilarga yaxshi bo'ldi degan gapni pedagogika kitobda so'zladi-da bu. So'zgandan keyin men tilimning yerimi o'ngshiliq yerimi xotincha bo'ldi to'xtataymi ishada. Bundan keyin men bu Xoten shivasini aralashtirib gap qilsam bo'tgan deb shu qolgancha qoldi. Endi Turkiyaga kelgandan keyin biz yana shu turkchani Uyg'urcha shivalar aralashtirib so'zlayotganmiz. Bu nihoyat yaxshi o'tgan. Yana turklar nihoyat qattiq diqqat qilib olmasa, tushunmagandan keyin bek qattiq diqqat qilgan ekan hamda. Yana birisi Urumchida tiyib paydo bo'ldi bozorga. Ketayotsam, Oqsuvdanmi, ya G'o'jadanmi bitib, bizning tunayotgan xotellikdan bizni akab o'ltirg'izib yotdi do'konda. Men odamdan nima ish qilsa, anda bek usta tiyib emas u. Ammo do'konni ochgan g'o'jalik usta. Bu nima ish qilsa deb o'ltirlar desam, Urumchi xalqi xotellik bo'lsa, to'g'risini otgan. Xotellikdan boshqadan to'g'risi og'ilmaydi, shu meni odam achqib, kasal yo'l soldi. Ama o Xoten shivasi ham so'zlayotgan odamda u, saqaloq odam. Endi meni qo'ygandan keyin kasal ko'paydi dedi, shuni bilan bu ishda mening bu adabiy tilni almashtirishga hojat tushmadi dedim endi. Ammo yozganda anda yozmayman. Hozir men bizada qolib ketdim. Endi temaga kelsak, hammalarning xabari bor Uyg'ur tibobatchiligi, Uyg'ur xalqining madaniyat meroslari. Yoki Uyg'ur madaniyatining muhim tarkibiy qismi. Hammamiz bilamiz uni. İnsaniyat dunyosidan sog'liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va davolash uchun degan bu xizmat dunyoga insonlar aprida bo'lgandan tortib yoki odam otimizdan boshlab boshlangan. Buni biz maktabda shunday dars qilamiz. Hammalar shunday biladi, butun dunyo xalqi biladi. Yine odam otimizdan boshlab sağlıkla saqlash, kasalliklarning oldini olish, davolash xizmati boshlangan. Endi hozir 10 ming yil bo'lsin insoniyat dunyosiga, undan ortiq yillar bo'lsin. Kishilar mushu an'anaviy tibobat orqali o'zining sog'lig'ini saqlab, kasalliklarning oldini olib, davolanib keldi. Shu orqali dunyoda an'anaviy tibobat degan bir narsa paydo bo'ldi. Shunga dunyodagi har millatning an'anaviy tibobati bor. Ammo o'xshamaydi hammasi. Hammasinin o'zininki yaşayan muhiti,
yemek içmek adeti, örf adeti, ictimai turmuşu, qatarlıqlarının oxşamasına asasen milletlerinin anani tibabetumu, davalaş usulü, kisel tekşürüp diagnoz koyuş usulü, kiselliklerinin aldığını ediş, yeydiğen, yemeydiğen, kılıdığan, kılmaydiğen işlerin hemmisi aşı milletinin yitildiğen medeniyette ve örf adetlik asasen perkit buludu. Hem de ta ki şu inkılabı kelgüçe, sanaat inkılabı başlanğana kadar şu men yuqorda degen an'anaviy tibobet her milletninki sog'lomlik ishlarini yoki mundaqcha aytsak sahiya xizmatining huddidan chiqib kelgan. Hem hozirmi kelyotidi endi. Sanoat inqilobidan keyin kamiz o'tdi, bizim baka qolsak o'tdi, tibobet bo'lmasa o'tdi, anda bo'lmadi. Yana shu odam atimizdan kelgan tibobet her milletin o'ttirsa hozirgacha davomlashib kelyotidi. Hem sahiya ishlarining hammasini qilammasimi bir qismini huddidan chiqib qoladi. Hem de Uyg'ur tibobeti bo'lsa Uyg'ur medeniyetining muhim tarkibiy qismi bo'lib 2500 yildan 4000 yillik tarixiga deb izohlaymiz. Hem onunla asasımız var. Mesela Hindistan'daki iklimla tezkirisi degan kitaptın bundan 2500 yıl yani miladiden 330 yıldan 365 yılgacha 375 yılgacha bo'lgan aralıkta Tarım oymanlığında yaşayan G'azbay degan bir kishiniki tarihi var ekan. O tarixni 2003 yılı Halmurat G'upur Ürümçi'de birinci katımlık Xalqaro Uyg'ur Tibobet ilmiy muhokama yig'inida Ablat Abdurashid degan reisimizning ayoli Guzboston Tinjangdi bizga. Shu Tinjangning maqolasi orqali Ürümçi'de G'azbayning tarixini o'tirib qo'ygan. Bu milatdan 500 yıl ilgari o'tgan bir kishi 312 xil o'simlik doğrular Kamusu degan kitapni yazgan. Bu kitapning mazmuni ma'lum, bu uzun bir tarix degan o'tirib qo'ydi. Undan keyin biz u G'azbaydan boshlab 2500 yillik tarixga ega deganimiz bu birisi. İkincisi insonlar nima? Uyg'urlar ko'p dinga e'tiqod qilgan. Bularni Budda diniga e'tiqod qilgan vaqtida undan ilgirki shunda kasalliklarning oldini olish, davolash, saqlab saqlash haqidagi bilimlarni nimaga qumushqa, chiriga, taxtayga yezib, butning oldida turgan idishga qo'yib qo'yganda, buni ilohga nima qildik? İyanı qildik. Bundan qilsak savab bizga savab bo'ladi degan hisobda. Bütün Uyg'urlar shunday qilgan. Uni qilgandan keyin kisal odam kelib, butga cho'qingandan keyin idishdan bir taxtayni chiqargan. Shuni nima degan bo'lsa, shuni qiladi ekan. Agar kasallik udug'lik qilib saqaysa, menga iloh rahmat qildi deydi ekan. Agar ig'irlab ketsa, faloni gunohim bo'lganlik uchun menga g'azab qildi deydi ekan. Bu ahval neçə yıllar davamlaşkandan keyin onun aldığı idişdeki şifalık resipler köpeyipti. Köpeygendan keyin kesellik hep ağanda onun toğur çıkış nispeti tüvellepti. Tüvellegendan keyin bu köpünce gazap qilgan chiqib qolib, bu butun haqli yiroqlashib, tirik insonlardan masal so'rayotgan qayış paydo bo'ldi da. Münajjim deb lug'at var Uyg'ur tilida. Münajjim degan hamma ishni biladigan Aşıldan so'rash orqali kasallik shifo topadigan bo'lgandan keyin but bilan xalq bilan butxona o'tirisidagi munosabat yiroqlashib, shuning bilan buddistlar buni yaqinlashtirishning amali nima desa, shunday har xil narsalar hikmatlar. Bu xos tibobatning gapi emas. İctimai munosabatda, kishilik munosabatda, psixologiyada, hamma sohada tizilgan butlarning vazifasi bor ekan. Hammasini oldidagi ejishda bu narsalar bor. Shuni redlab kitap haletiga ekelgan bir halet var mı? Aşı tarih bizning 2500 yıllık tarihiga yine yazıp icad bo'lmagan. Hazır Abdurashid dedi oyna nima icad bo'lar bizning Uyg'urlar rizqi 2000 yildan oshdi. Biz shu G'azbayninki bay degan Doğrular Kamusu degan kitapni karıştı yazıga yozilgan deb aniqlab chiqdik. Olimlar shuni bekitdi. Hem demek bu şunlar qilish orqali bu tibobetninki tarihi başlanadi.
Şunu biz 2500 yıldan 2000 yıllık tarihiga yazık ilingan 2500 yıl ilinmagan vaqtı 2000 yıldan artıq dep izahlayatımız. Mavo bizim Uyghur Tuvası hakkında belki yoğun bir gap nimememdi. İkincisi her milletniki anane itibabıtı buludu degan mazmun. Ma mazmunda biz bilvatqını Adem atamızın kelgen insaniyat dünyasının sağlamlık işleriga yetekçilik qilayotgan bir tibabet. Hamma millatda bor. Endi nim bo'lib bu tibabet bizga kelib bizda bor, boshqa odamda yo'q yoki ojiz yoki mukammal emas degan savolga javob bermoqchiman ma'noda. Endi bizning Uyg'urlar şu Adem atamızdan kelgan tibabetni boshqa millatlarga o'xshash, dunyodagi millatlarga o'xshash ajdod avloddan avlodga yezib material qilish orqali yoki o'zining bola chaqalariga o'rgatish orqali mushu g'arb tibobati paydo bo'lgan sanoat inqilobidan boshlanib ketgan o g'arb tibobatining dunyoga kelishi toki 1940-yilga kelganda bütün dünyanın umumlaşkan. Şu çağda bizim Qashqardagi Angliya konsulxonasi fuqarolarga süt şeker salgan süt taqitish orqali g'arb tibobatini akirgan. Aşı g'arb tibobat davomida deb kelgan odamlarga xristian dinini taqatgan. Uni Abduqodir Damollan boshchiligidagi ziyolilar o'qib, uni haydab chiqargan. Bu tarixni hammamiz bilamiz. Ammo nimishqa ular nimine g'arb tibobat taqatgan shu vaqtda desa bizga yangi edi u. Shu vaqtda yangi bizning Sharq Turkistonga yangi kelgan vaqt edi. Ammo uning ichida din maqsad taqitish maqsadi bo'lganlikdan u yerda mag'lub bo'lgan. Ammo xalqimiz qabul qilgan. Unda qonunlikni qabul qilamiz emas, uni qabul qilgan. Uningda davolangan, buningda davolangan. Hozirmi shunday qilyotdi. Endi u ketgandan keyin bu 75-yilga kelgan vaqtida yine 55-yilga kelgan vaqtida Xitoy hukumati bu nimani o'zininki Jungi tibobati, ya'ni Jungi tibobati, Jungu tibobati. Jungu tibobatini Jungi tibobati deb ataymiz. Jungu tibobati Jungu xalqining sog'lomlik ishlariga yetakchilik qilish kerak, uni taraqqiy qildirish kerak degan bir chaqiriqni o'ttirib qo'yib, shu chaqiriq chiqqandan keyin Uyg'ur tiblar taqab ketgan tiblar. Ya'ni 49-yildan keyin ular kapitalizm yo'liga manganlar bu tibobat konuluk, alt konulukning birisi shu degan qalpoqni kiygizib, unima sug'un qilgan. 55-yilga kelganda ilg'i siyosat chiqqandan keyin tiblar birlashib, biz bu Jungi tibobatining bir tarkibiy qismi desak o'zimizni. Ya'ni biz Uyg'ur tibobati degan gapni milliy tibobat deb o'zgartib, milliy tibobat bo'lsa Uyg'urlarningki Jungu tibobatining muhim tarkibiy qismi desak deb bu gapni o'tirib chiqqan. Shuningla uni Xitoy hukumati ma'qul kelib Uyg'ur tibobati yoki milliy tibobat desa Jungi tibobatining ya Jungu tibobatining muhim tarkibiy qismi deb anglag'an. Shu sababdan bizning 78-yilda 3-umumiy yig'indan ilgari chiqqan kitoblarimizning hammida, Uyg'ur kitoblarimizning hammida Yaşasın Mavcushi degan xatdan bilak hamma kitobda borda u Mavcushi Yaşasın Mavcushi degan gap. Uning ostida milliy tibobatimiz va Uyg'urlarning milliy tibobati bo'lsa, Jungu tibobatining muhim tarkibiy qismi yoki Jungu tibobatining ayrilmas bir qismi yoki Jungi tibobatiningki ichidagi muhim tarkib deb mushu gapni o'zimiz Uyg'urcha kitobga yozdik. Ta ki bu 78-yilga 80-yilga desak bo'ladi. 80-yilgacha chiqqan kitobning hammida mayli tibobat kitobi bo'lsin, hammada shu gap bor. Shu sababdan Xitoy hukumati bu tibobatni, Uyg'ur tibobatini, undan keyin Zamzu tibobati, Mo'ng'ul tibobati, Dayzu tibobati, 4 tibobatni milliy tibobat deb atab, Jungi tibobatining muhim tarkibiy qismi deb Dunyo sahiyat tashkilotiga engel olur. Şunu bizim Uygurlarda torgu kiysak çıkmaydı o. Ama Jungi tibabeti de kirp bular. Onun içinde kökünümüzde Uygur tibabeti, Zamzu tibabeti çıkıdı. Yani bu şu sebepten ende olalımda. Yani demek bir yerde biz şunda kılış arkalar, biz o tibler şunda desemi de terakki kıldı demektir ben. O aşı kalpakını kip durup, en azından Jungi tibabeti belgen imtiyaz edin.
onun vergen menfaatini şarkılar hazır haletiga keldi. Hazır Uygurlar taraqqiy qildi demek. Endi meyada yeni bir eskertib qo'ygan gap nima desak, bütün dünya bo'yicha hamma millatning an'anaviy tibobati bor. O tibobatlar masalan nima deydi buni? Ma'nim o'zini o'qib beraymi? Tarixdan buyon dünyanın her qaysi joylarida har xil ismdagi an'anaviy tibobatlar mavjud. Masalan, Sharq Osiyoda Koreya tibobati, Xitoyning Jongi tibobati, Yaponiyaningki Kampo tibobati, shunga o'xshash Hindistonda Yunan, Aruvida tibobati, Arab davlatlarida Arab tibobati, Payg'ambar tibobati, İran'da Sünnet tibobati, Türkiye'de Osmanlı tibobati, Anadolu tibobati deganga o'xshash nomlar bilan atilib kelgan. Mushunun hammasi insanlar paydo bo'lgandan boshlab paydo bo'lgan yoki boshlangan ta hozirga qadar insonlarning sog'lomligi uchun xizmat qilayotgan tibobatning har xil atilishi bo'lib hisoblanadi. Endi mushuni biz to'g'ayaldi, biz dunyoning hammaga chekib ketdik Uyg'urlarda. Aşağıdaki tibobatning hammasi mushunda atiladi. Yoki men hozir o'tirib qo'ymagan boshqa atlarda atalsimi shu yerda yashayotgan xalqning yerlik tibobati yoki an'anaviy babasidan kelgan, ajdodidan kelgan tibobatning eti shu. Endi biz nima bo'lib hozir dunyoning eng bujukida, ammo asli naslimizni aniqlasak, boya Abdush nima degandek, biz medeniyetni en boldur kubul kılgan, en boldur şehirleşken, en boldur medeniyetlik bir millet dep atalgan, devlet kutbakkan, hakimiyetlerimiz var bir millet. Hem de hazır kelgende bu tibobetni yine şu çağdakini et çıktık mı desek, şu baş kadem sanat inkılabından keyin bulakmı 1940 yıldan keyin garip tibobeti bütün dünyaya hakimiyet ornuda çıkkandek hemmini besip düşken bir medisina ilmi barlığı kelgandan keyin, endi uning kelishimi hammamiz bilamiz. Masalan, Abu Ali ibn Sina'ningki Al-Qanun Pittib 1850-yilgacha bütün dünyada medisina mekteplerinin ali derslik kılıngan. O bütün dünya halkı biladi. Çünkü medisina degan bu İbn Sina'dan çıkan medisina o. Hem demek an'anaviy tibobat asosida g'arb tibobati paydo bo'lgan. Endi g'arb tibobati paydo bo'lgandan keyin bütün dünya halkı o'zining an'anaviy tibobatini yoki necha ming yillik amaliy davolash tecrübeler orqali yakunlagan oltin belgesiz guharni tashlab etdi yoki kamsitdi, onu çekledi, onu öldürdü. Mesela Türkiye'de Tibini öldürüp atkan tarih var. Parkutulan denizde çöktürüp atkan. Şu Osmanlı'nın kingi bu ağaçlı o. Kitaplarını köyde gelen hal var. Bizde mi var ama mağda yer. Bizimkine 49. yılın 55. yılgıcı bulağlı o iş. 55. yılda kim bulmadı. Hem de hazır bir kelgen çağda Uygur tibabeti bütün dünyada desek bu diyordu. Biz Hindistan'a bağlı en ali an'anaviy tibobat en taraqqiy qilgan. Bir necha qitim yig'in qatnashdik. Uyghur tibobat tadqiqot vakfi nomidan O'zbekistonga bordik, Pokistonga bordik, Saudiya Arabiston, Dubayga bordik. Hamma yerda tibobat bor, an'anaviy tibobat, ammo biznikiga yetmaydi. Biz borsak, ularninki shunda ilmiy muhokama yig'inlari qatnashdik. Nihoyat alqishga erishamiz, ham o'zi bizni hurmatlaydi. Sizlar ilg'or, siz bizning oldimizda deydi. Hatta 2003 yılı Hamad G'upur Xalqaro Uyg'ur tibobatchilik ilmiy muhokama yig'ini ochganda 600'dan ortiq odam qatnashdi. Keyin 2500 odam qatnashdi, uning oxirgi yerlari kelganda. Shu yerga Irondan kelgan, ismini unutib qoldim. Ibn Sina Palla Akademisining boshliqi bir salli bilan qora peji kelgan bir odam. Yana birisi O'zbekistonninki nima? O'zbek Xalq tibobat akademisining bir adami chiqqaydan chiqib, oqidan biz Ibn Sina akademisi quribdimiz. Biz Xalq tibobat markazi quribdimiz O'zbekistonda. Ammo men Urumchi, Xotan, Qashqar qatorliq yerlarga berib, mush Uyg'ur tibobatini ko'rgandan keyin, hozir mush yig'inda o'ltirganlar doklad olingandan keyin men dunyoga shunday xitob qilibmanki, İbn Sina tibobatini o'rganmoqchi bo'lgan odam Urumchiga kelsin dedi. O'zbek
Özbekçede de İran Paris tilida de onu tercüme ettirdik. Xitoychaga, İngilizcege tercüme ettirdik. Hammamiz onu anladık. Biz onu rekord qilib ovozini xo'tanga olib o'quvchilarga cho'ng nimadan yangroq orqali qo'yib etdik. Bizim o'quvchilarning o'rganishiga zo'r nima bo'ldi. Qiziqish bo'ldi. Ya'ni uni umid bog'ladi, umidi o'sdi degan gap. Endi men nima mana gapni oldi deyman desak, timimiz Uyg'ur tibobatiningki afzalligi va uning Uyg'ur madaniyatiga qo'shgan tuhfasi bo'lganlikdan bu mishaga to'g'ri keldi deb o'ylayman. Endi bu demakchi bo'lganimiz Uyg'ur tibobatini 44-yilgacha yoki 49-yilgacha madrasalarda, masalan, oliy bilim yurtlarida, xalq madrasalarida dars qilib kelgan, masalan, Qashqar Sajidiya madrasasi, Qaraxonlar davridagi, undan keyingi Qashqarlik xalq madrasa toki 1952-yilga kelganda bizning nima dedi? Mehmet Emin Damollabda xo'tan Qarqashdan bir adam bor. Shu adam biz Qashqarda xalq madrasasida o'qigan, e'tiqoda yotqimiz bo'pti, e'tiqod masjidning ichida. Endi bizni taqib o'tdi shu vaqtda yer islohoti bo'ldi deb. Shu vaqtda yotoqlarimizni tanib tursak, Yusuf Hacim Qashqari edi. Akamiz Yusuf Hacimning gapini deb berdi. Yusuf Hacim Qashqari deb Canan ko'chisi uyga bir tiyib adam bor ekan, shu kelib sizlar ketishdan burun 15-20 kun, bo'lsa 3 oy turinglar. Men sizlarga tibobat o'rgatib qo'yay. Tibobatdan azroq istiloh, yo'l elib, o'rganish usullarini elib, undan keyin o'zinglar kitob ko'rib o'rganib bo'ladi. Ammo 3 oy o'rganmay turib, onu o'rganmaslar, shunga ketmay qoladi. Chunki hozir bo'lsanglar, sizlar hech qanday kasb ahli bo'lmag'achqa, bunun oldida bor vaqt deydi. Vaqt degani shu masjidniki, madrasaninki terib, uningdan mahsulotni shu vaqtni mang'uzgan adam yeydigan yerlarini hammani hukumat tortib oldi. Endi yer yo'q. O'quvchilarni bu terimchilik ishlariga soatga ishg'alga uni cheklab etdi, madrasada tortib etdi. Yana talab bo'lmaydi. Sizlar mushtabobat qilmasangiz dinni satib yeydigan adam bo'lib qolsa deb Canan ko'chisi uyi ekan shu yerda bizni tarbiyalagan, Mezonatib degan bir kitobni, Farsi kitobni bizga dars qilib tugatgan. Men shuni shu yerda o'qib tiyib bo'lgan deb bizning ustozimdi u. Men uni Farsida o'qigan. Shuna degan. Endi u tibobatni ashunda o'rgatgan demak degandan toki 49-yilgacha madrasalarda diniy ulamolar bu tibobatni madrasada dars qilib o'rgatgan. Avloddan avlodga o'zing bolasi o'rgatgan, aminiy o'rgatgan. Anda olgandan keyin biz tashlab etmadik demakdir. Odam Islomdan kelgan, takror tajribadan o'tgan, sinoqdan o'tib bo'lgan insoniyatning sog'lomligini saqlash, kasallikning oldini olish, ham davolashda go'har holatdagi bir narsani tashlab etmay turishga shunday odamlarimiz bizga sabab bo'lgan. Ammo shu chaqda 50-yildan keyingi gapni deylik. 23-yilda Turkiyadagi Osmonli vayron bo'lgandan keyin Osmonlida 4 o'g'di tiyibdan 400 dan tiyib ekan men materialda ko'rdim. O'g'dini xas bo'ldi askarlarni podshohni olayotgan 400 tiyib. Turkiyaning hamma shaharlarida shifoxonalar ekan shu vaqtda. Osmonli hokimiyati yiqilishdan ilgari hammasi an'anaviy tibobatda olayotgan. Hozirgiday o'simlik dorilar, madan dorilar, hayvon dorilardan kasal davolayotgan shifoxonalar yotoqda yotqizib. Endi undan keyin buni ko'niliq deb g'arb tibobati ilg'or, ma'o ko'niliq deb tashib etib, endi hala bugungi kunga kelganda 100 yil o'tdi. Faqatlam 100 yil o'tgandan keyin biz Turkiyaga chiqsak, Turkiyada biz vatandagi masalan sho'rba desa, uningga yumg'oq pishsa osh ko'ki. Yeymiz o degan Uyg'urlarning urf-odati deb qo'ydik uni. Uyg'urlar urf-odati o degan deb. Undan keyin qiymaliq tomoq assak qarmuch, cho'chur assak pinna, polov yesak yo xamsa yoki qitiq. Bu narsalar aslida bu Uyg'ur tibobatining Uyg'ur madaniyatiga singgan namoyandasi ekan. Bu aslida ilmkan bu. Biz bir yerga chiqqandan keyin bilmaydigan odamni ko'rganda, uningdan keyin yodimizga keldi. Hozir butun dunyoda unda binasının ziyonliq ta'siriga foydali narsani udulab, ma'o ziyon qilsa, ma'o foyda qildi, ma'o issiq bo'lsa, ma'o so'g'oqda deydigan narsa yo'q ekan. Biz uni Hindistonga ma'o kamiyga nima bor ekan desanglar, tam shitga oldi.
Unda içki kurulmanı, bedenin sağlamlığını saklaş kesinlikle aldığını çıkan dersi yok kalırdı. Bulatma nimide Avrupa, Amerika tarafındaki men tibabet teşvikatlarını anlat baktım. Onun odama ıssız sokak böyle kuruldu etken dersi yok. Bundan dersi mevcut demez. Könmeydi o kimyada. Könmegen dersiden hiç kim ne kılmaydı o. İtiraf kılmayımız ki. Hem de o gepni men kıskartay. O tibabetine kadimki zaman tarihinde Gazibayne, İslamiyet'in kinkiste İbn Sina, Farabi, İmamuddin Kaşgari katarlık nurgun ulemalarımız öttü. Onun yakın zaman tarihinde Abdülhamid Yusuf Acem, Abdülhamid Mehmet Ahunum, Siracı Ahmet Acem, Tudu Mehmet Ahunum katarlık nurgun edem öttü. Muşid Berimizin ustazlarımız. Benim abi Gazibay şu. Madem Gazibay. Gazibay miladın burunki 330'dan 350 ötken. Hepugrat'ın devrinde ötken. Bunun hakkında biz Jurnalda ağaç keptim yerine çıkmayısını köstemek kaptım ben. Jurnalda muş edem tunuştuğan nurgun malumatlı var, delil ispatlı var. Her şey ondan küreşten havalı kılım ben. Demek biz İbn Sina'dan 1000 yıl burun. Vakti. Miladın ilgirki Uygurlarının tebabet başlayan vakti. Ama Uygur tebabetinin ki kendiki asas tep işkiye Xitayçıga jichu vivar yi o Ling Chuang vivar yi degan türge bilinib qalliqda to'g'risidagi ma'lumot. Onundan keyin onunki ichi menda cho'ng 4-8 türge bilinib qalligi. Onundan keyin hayot omillari yana umuri tabiiya degan shu Uyg'ur tebabetining asas bilimlarini 7 cho'ng türge bilib buni tunugan men erkasida Efendimden soğan sualımda şunu eksettirdim. Kuyaş bilen, bu nemedeki atmosferdeki hava bilen, inandaki dünyadaki 71% su bilen, onundaki 21% etrafındaki tüprak bilen, insanın bedenini bağlayıp, onu helitle arkalık, mizac arkalık münasebet meselesini bitirip kılıp, çağını 10 aylandan sonra bir yer uçuşutkan, sol aylandan sonra yeni bir yer uçuşutkan yani dünyanın yaratılışı bilen insanın yaratılışı, onun ortasındaki münasebet meselesine Uygur tebabeti sisteminin kayıtlarlık derecede bayan tutkallığı doğrusunda şu ilimden hayatlık amilleri ilmiye degende malumat var. Benim 5 minut vaktim kalkalık için ben ötküzüşke mecbur. Ama bu hakta ben yine bir narsa eskertip koymakçı Uygur tibabeti, Uygur medeniyetinin mühim terkibi kısmı mı desek deytemedi. Bütün Uygur eylediydi. Anda olsa Uygur medeniyetinin mühim terkibi kısmı olgandikin yazgıçılar, alımlar nemiş ki Uygur tibabetini 12 mukam bilen ten beraber orunduk koyup yazmaydı dese kalap durdu. Demek bir yerde bunu düşenmezlik var, bilmezlik var. Uygur bilip durup biz bunu bilmezlik. Bu tabiipen kısmı. Uygur medeniyetinin tabii pen kısmı. Sanatımız olsa ictimai pen kısmı. Bu ikili kolumuzda çım tutuş arkalar Uygur'unki medeniyet miraslarını koğdap kaçıştık işlekle karayım hemen. Eğer bilmezlik bulan kalsa bunu bildiriş için hem malına bana şerait yer süpürüş onunla, beni kolluş onunla küçük talep etme. Onundaki Mao Tökçon madde demiş. Tökçon madde şu hem de. Tökçon maddene ne demek ister? Kuyaş demek ki. Kuyaş cisimlerine kızıtıdı, ısıklayımız. Kurutudu, kurudayımız. Kuyaştaki mizacı yerki tabiiyeti kurgusu. Bunun binasını peyda kılsa, buğday konaklı düşse, meyve çiviler düşse, aşı günün nurunu bekara kabul kılığını kurgusu deyimiz. Onun da hiç kanda mentiksiz gap yok. Eğer sunu biz höl sokak deyimiz, sununki tabiiyeti, yani havanın tabiiyeti, aşı biz yemekçi olan dersi özse, yani bekar kabul kılgan bolsa, sunun tabiiyeti nim bolsa, biz sunu, aşı dersini höl sokak deyimiz. Bu manevi cihetki tesiri, bunu biz keyfiyat tesiri de ağılır. Onundaki hususiyet tesiri de binası var. Her kandan dersinin dünyadaki mizacı var, kurgusu, bölüsü, kuru sokak, höl sokak der. Kurğusluq degenimiz künnün nurunu bekara kabul kılgan, üçününki, havanınki, sununki, tüpraknınki azrak kabul kılgan demekçimiz. Aç gepimiz uqtıramaqalık hazır. İkinci, höl sokak deyimiz, höl sokak deyimiz sunun
xususiy tabiatini bakroq qabul qilgan, aqaga uchnikini aniq nisbatan azroq qabul qilgan. Shuni o'z vaqt deymiz. Demak, bu yerda mantiqsiz gap yo'q. Bu birisi. Ikkinchi birisi uning ichiga kelgan. Masalan, suv orqali, havo orqali bir maysining ichiga mushu to'rt narsaning ta'siri bakroq o'tgan bo'lsa, biz shu qaysidan bak o'tgan bo'lsa, shunda dedik qamda. Shundami? Shuni menda bo'ldi deb. Ammo uning bilan uning tarkibi o'tadi. Ximiylik tarkibiga, tuzilishga. Ximiy tarkibiga men tunagan degan 112 xil ilmiyatning qaysi o'tgan bo'lsa, uni biz xususiyat deymiz. Tibobat tilda. Xususiyat degan moddiy ta'sir degan gap. Shunga har bir narsaning, biz yegan narsaning, ichgan narsaning, tug'an narsaning hammasining mizoji va uning mizoji kayfiyat tarafdan belgilanadi. Ma'naviy ta'sir tarafdan. Uning xususiyati demak, uning ichidagi tutib turgan ximiylik tarkib modda bilan ko'gilib turgan tarafini belgilaydi. Hozirda g'arb tibobati yoki modern tip degan hozirgi tibobat motivini olibdi, moddiy ta'sirini uning ximiy tarkibiga asosan kasalni davolaymiz deydi. Ammo hozirgacha udullab qolmadik buni. Davomli sinaq qildi. 100 yil yangi sinaq qilamiz, kasal azaymoqda yo'q, ko'payyapti. Bunun Türkiye'nin bazı mesela Ümit Aktaş degan profesör doktoru qarshi chiqdi. Nima Qartay xonim nima ismi? Jaman Qartay. U qarshi chiqdi. Mani tuzildi magapni meditsinada xato ketyapti dedi. Butun dunyoda shu g'arib tibobat olimlari buning xatoligini bilib qoldi. Xuddi odam maymundan bo'lgan degan gapni akilib yeni bir universitet tushkicha uni qattiq besib tutgan bir mantiqli bir nazariya chiqibcha hozircha mushunda to'g'ash tutsin deganga o'xshashlar. Bu tibobatni 92-yili bütün dünya medisina olimlari Beijingga yig'ilib Beijing xitobnomasini e'lon qildi. Beijing xitobnomasining mazmuni nima desanglar? Hozir insoniyat dunyosiningki sog'lomlik ishlari an'anaviy tibobatga muhtoj degan xitobnoma. Bütün dünyanın, xas Amerika'nın, Avrupa'nın emas, bütün dünya halkının bunundan keyingi sağlamlık işleri an'anaviy tibobatga muhtoj dedi. Demek bu 100 yilning yanqisi odam sınığı, hayvan sınığı o'tkazib bu sınaqdan chiqib qolmadik. Masalan, o'tgan kedak 1912-yili Xotan'da bo'lgan ag'riqchilikga bir necha 100 ming odamning jini zaman bo'lgan. 82-yili Xotan Janubiy Shinjongda chiqqan jigar kasalligi, yuqumliq jigar kasali. Uningdan keyin SARS, bu zukam qushligimi, bu qitim chiqqan koronavirusi, mushu qatorli kasalliklarga doktorlar bütün dünya bo'yicha amonsiz qoldik, biz chorasiz qoldik dedi u. Shunda degan vaqtda biz mishada shu bütün o'pka kasalliklariga, nafas yo'l kasalligiga foyda qilgan zupashavti, loqisepstan, loqibadam, loqsual qatorli sharbatlarni yasab tiyiplar biz tarqatdik. O'zbekistonga vatdik, yataqda yotqizib deb kasalni ba'di hammasi hatto ba'zi maktablarda Turkiyadagi oldini olish uchun ishlatdi buni. Shu dorilarni ishlatdi. Hammasi gulchechak, o'tchok dorilardan biz yeb turgan narsalardan. Bizning o dorilarimiz 700 xildan ortiq o'simlik dorilar hozir ishlatilayotgan. Uning hammasi nima desa, bu dorilarni ichgandan keyin insonning badanidagi yemak ichmakdan bir daraja yuqori. Buni o'ylab baqsak, yigilib o'tqinni say, meva, bu deb yeylik biz insoniyat dunyosi. Bunda esa achchiq, ta'mi puroqli yaxshi emas, ta'mi yaxshi emas. Adamning ko'ngli obdan ko'tarmaydi qoladi, yemak yemaskanda og'ritadi. Og'ritqinni biz doğru deyilgan. Men uni inchki tadqiq qilib baqdim. Masalan, bug'doy qo'noq guruchini yeganimiz bilan yana shunda dalli ekan biz yemayotgan. Basay turibni yeganimiz bilan uni o'xshayotgan, lekin anında ta'mi yaxshi emaslar ekan. Biz ana doğru deyotganmiz bu. Demakdan bir daraja yuqorgan u. Bu shuni biz sog'lomlik ishlarida ishlatsak, bizning badanimizda ashuning badandami, ashu yusimlikning badami 108-109 element bor, biznikidan bor. Ashuni tanishsa, inson aslida saqo, kasal emas u. Menda bir qancha suhbatda endi uni undan ko'rsatib qo'yayim. Xalit nazariyasi bu xalit shu odam badanidagi qon suyuqligini ko'rsatadi. A'zolar ta'limotida rais a'zo, xodimiy a'zo, g'ayri-xodimiy a'zo deb a'zolarni 3 ga bo'lamiz. Uni ko'rsatadi. Uningdagi ruh degan narsa bor, jon hozirda. Uningdagi quvvat va energiya, yemak ichmakka bo'lgan. Uningdagi af'al va fiziologiya. Mushu palla Uyg'ur tibobatdan ansaqliq va kasallik sabablari deymiz.
Ma kesel tekşürüş, kesellikle diagnoz koyuş usulümüz var. Karab tekşürüş, tüp tekşürüş, sorap tekşürüş degen tekşürüşler. Qo'shimcha tekshirishlarni ba'zilarini degan hamma qabul qila olamiz. Demak, bu yerda diagnoz usulimiz bu shunda, tiyiklarimiz shu. Onun keyin saqliqni saqlash ilmi deb bu ilmimiz var. Buningda odamning ruhini, yemek ichmikini, harakatini, uni uyqu uyg'oqligini, onun keyin chiqarib tashlash, qavziyat bo'lib qolmaslik, siyib turish, ta'litish, qumg'u ko'mish qatorliq birmuncha sog'lomlik narsalarimiz var. Onu tunuşturmoqchi deb. Onun keyin davolash usullarimiz var, masalan, ruhiy davolash var, yemek ichmak bilan davolash var. Dori bilan davolash var, qo'l amal bilan davolash var. Buning turlari shu. Demak, bu yerda birmuncha narsalar anundan ham dori boyliqimiz, 700 xildan ortiq dorini ishlatamiz. O taraqqiy qildi. Pishiq dorilar ilmi deb 130 xildan ortiq GMP o'lchamidan o'tgan dorilarimiz bozorga solinib kasalni davolayotdi. Mao Uyg'ur tilovat oliy texnikumi deb maktabimiz var. Biz bu vaqtda 2000 dan ortiq o'quvchi edi. Hozir 5000 o'quvchi bo'libdi endi. Men bu 5000 o'quvchi o'g'onni faqat qandavlat bu Xitoy endi buni avutqanto deb o'ylasam, buningda nima ekan? Bu tibobatni 2017-yilda Uyg'ur tilini cheklagandan boshlab, Uyg'ur yozig'ini Xitoy hukumati Uyg'ur tibobati degan gapni elib o'tibdi endi. Uyg'ur degan gapni elib o'tib, milliy tibobat dedi. Milliy tibobat deb shu atavotdi. Hatto Mao maktabning darvozasi bizning men ishlaydigan maktab shu deb. Darvozani İsmail Ahmet tasdiqlab bergan uning samidan o'tgan o'z vaqtida. Buni hozir yiqib o'tib boshqa qip-qizil Ürümchidagi boshqa o'rta maktabning darvozasida bir qilib qolibdi. Men uni ko'rdim. Shuni mayagimda chiqarib, menga nima qiladi dedim endi. Ama ondan keyin bizning kitoblarimiz var. Uyg'ur tibobat dars kitoblar. Birinchi avlod 14 kitob, ikkinchi avlod 29 kitob. Hammasi Uyg'urcha. Ondan keyin ma'o tadqiqotlarimiz var. 30 dan ortiq tadqiqot kasalni xilmat qo'pir maxsus davolash 600 betdan ortiq. Her bir kitobda kasalga 600 betdan ortiq material yozib nashr qilishga boshlagan. Ondan men bu vaqt 7 chiqib bo'lgan bizning onun qatnashgan ismi bor mening ma'nomda. Ondan keyin klassik asarlarimiz var. Mesela şu G'aziboydan boshlab toki şu Tudmamit Axunning Ruzmamit Axun Ruzuva Qajim qatorliqlarniki yozgan kitoblarini klassik asar deb mushlar chiqargan. O çıkıp olan kitaplar, ma'lum şu. Ondan keyin qamus chiqardik. Uyg'ur tibobat qamusi, ensiklopediya Uyg'ur tibobatdan. Ondan keyin ilmiy jurnallarimiz var. Uyg'ur Ürümchidan chiqadigan jurnal, Ma'asligi Xotan Uyg'ur tibobat oliy texnikumda chiqilgan. Uyg'ur tibobat doktorxonasi yana 800 karvatlik 100% Uyg'ur tibobat dorilarni davolaydigan doktorxona uning chiqarilishi. Ondan keyin Maya kelgandan keyin Ankara Qizilcha hammamda biz 6 qavatlik 8700 kvadrat metrlik A binani salmoqchi bo'lib, Qashqa, Aqsu, Kucha, Korlidan mablag'chilik qilib, mablag' silib ana boshlagan. A holati bitmagan holatda shu. Bitganda anda olmoqchi, bitmagan holatda hozirmi qat ko'tarib turdi. Qizilchamanga bog'alimdan bir sayohat o'tib kelsak bo'ladi. U yatırımcılar pul elimizde ketib chiqolmay qoldi. Mao aşudan şehir başlıkları mablag'chilar Mao tutmoqchi bo'lgan doktorxonamizdan chiqdi. Men shunga chiqqan aslida u ish mag'lub bo'lgandan keyin kelib İstanbul'da Uyg'ur tibobat tadqiqot vaqfisini qurdim. Undan keyin u vaqfning nomida biz jurnal chiqardik. O'quvchi tarbiyaladik. Hozir 10 qarordan ortiq o'quvchi tarbiyalab bo'ldik. Mao bizning jurnallarimiz ilmiy jurnal, Uyg'ur tibobati ilmiy jurnali. Ondan keyin xolos qilganda bu tibobat bek taraqqiy qildi. Ama taraqqiy qilishda biz Uyg'ur tibobati emas, Jo'niy tibobatining muhim tarkibiy qismi deganlarimiz uchun Xitoy hukumati mablag' solib taraqqiy qildi dedi. Endi hozir milliy tibobatni o'zgartib maktabga Xitoycha dars o'taman degandan keyin Xitoy o'quvchilari keldi. Endi hozir yerda umid qolmadi endi. Buni saqlab qolgan, haliga tunigan Mao demeniki gapini deblaman chiqib ketdi yerdan. Bizim Arkan Sadiqninki tuniga o'qigan maqolasida menga bir gap ta'sir qildi. Millat madaniyatni vujudga keltirmasdan madaniyat millat vujudga keltirdi. Endi hozir madaniyat millat vujudga keltirdi Jumha madaniyatini degan chaqiriq asosan bo'ldimi?
O'quvchimizning soni 5000 ga chiqibdi. O'quvchi endi 5000 bo'lish uchun yilda 1000 dan ortiq o'quvchi olganda bizning maktab 4 yillik maktab. Eningdan keyin bu o'quvchining soni ko'paygan bo'ldi. Demak, o'quvchining soni hasilab ko'paytirdik bu bir. Ikkinchi, butun yeza bazaliga milliy tibobat doktorxonasi qurdi. Qurishning vazifasini tushirdi bu raqamni. Birinchi oyda, bu yil birinchi oyda. Yani 84 naimizniki hammasının yezi bazalaga milliy tibobat doktorxonasi quriladi dedi. Endi uningga voy bu milliy tibobat, jongi tibobati, uyg'ur tibobati, zonzo tibobati xos kasb bo'lsa degan gap endi. Eningdan keyin ma yaqinda shu 8-oyning oxirida deyman, Erkin Asa Radyosu'nun meni ziyorat qilib biz telefon yaptı ekan, men diqqat qildim ondan keyin Ürümchiga g'oyat zo'r mablag' sedib tibobatchilik durzavod qildi. Bu durzavotda 400 dan ortiq odam ishlaydigan manchi million quta hab, manchi million quta majun, manchi million quta sharbat ishlab chiqaradigan bir holat 5 yillik plan bu. Endi mushundan ham o'ylandan diqqat cheklasa oldu. Men vaqt munosabati bilan ma'lumotni ortib soldim. Hammaga rahmat.